Assalomu alaykum. Anglayotganinglar roman Eli Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. Bu roman 2000-yili 1 ayda Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan. Birinchi qism. 4-bob. 4. Aydın kecha. Ajab ko'ngillik kecha. Balalar çağıldışıp mökü-mökülen oynaydigan kecha. Yezining aydın kechalari nima degan go'zal, nima degan yoqimliq. Sap havo, tanga davo deganlar shundoq chiroyli kechalarga qarab aytqandu. Balki mundaq go'zal kechalarda tinimsiz harakat qilib, harg'an balalar allaqachon uy-uylariga tarqalib, tatliq uyquga ketishgan. Yeza ichi jimjitlikqa cho'kkan. Biroq yiroq-yiroqlardan oydin kechiga mastiki kelib hissiyoti qo'zg'algan yigitlarning naqshlari nagon-naganda anglanib qoldi. Shundoq kechada Anvar apandi qora chiroqning gunga yo'riqida butun zehni bilan kitob o'qimoqda edi. U har kuni kechasi bir uxlaganga qadar mushundoq kitob o'qib chiqatdi, muloyiza qiladi. Nizomiddinning aytgan so'zlarini qandoq qilib o'rinlash to'g'risida o'ylanadi. U ba'zi saboqdoshlari chiqishga unamagan yezidiki, bu o'qituvchiligidan rozi edi. Har kuni degudek kech kirishi bilanla yeza yoshlari bo'sh qolgan o'qituvchilar bo'limiga kirib kelishadi. Uni buni so'rashadi. Ba'zilari xat o'rganatdi. Haqiqiy ko'ngillik hayotim mana amdila boshlandi deb o'ylaydi u hayajonlangan holda. Odamni g'am qaqshtidi, umid yashnatidi deganlar haqiqatan to'g'ri aytilgan. Man tarbiyalaydigan odamlarni izlamak tugul, texi ular oldimga mushundoq do'kirishib kirib tursa, bu mening nishon, niyatlarimning chechaklayotganligi emasmi? Dehqon yoshlari nima degan sapdil, kishiga shundoq yo'qishliq, o'zlarini manga parvondek urib turadi. Mundaq jo'shqin yoshlar bilan kishi qancha faxrlansa, shuncha arzimamdu. U ularning tashnaligini qondirishga tirishadi. Shundoq berilib, hatto ba'zida kashlik tomoqlarnimi unutib qoladi. Anvar shu topda "Men nima uchun yashayman va bu yerda nimalarni qilishim kerak?" deganlarni o'ylab qoldi. U gimnaziyani tunji qitim tugatgan o'quvchilarning biri. U yerda o'tilgan darslar yelimi esida. Hozirgidek turibdi. Kishilik turmushga to'g'ri qarash, hozirgi jamiyatda kishilarning nima uchun farqli yashayotganligi, peshona ta'rining ajriga minglagan, millionlagan kishilarning ega bo'lolmayotganligining sabablari so'zlangan yolqinliq nutqlar uningga qumga suv singandek singan. U Aysi Chining ommabop falsafasini bir necha qatim o'qigan. Nizomiddin apandi bergan jahongirlikka qarshi birlik sap, yangi tikan jurnallarini qayta o'qib chiqqan. Ana, qullar, daxunda, mihrobdin chayon romanlarining voqealarini to'liq biladi va uni turmushga tadbiqlab muloyiza qilgan. Ömer Muhammadi, Hadi Taqtash she'rlarini yodga olgan. U o'rganganlarini boshqalarga o'g'itish kerak. Bu sopdil, sodda odamlarni uyg'otib, yangi izg'a tushirish kerak deb ko'p qitim o'ylagan, bosh qotirgan. Shundoq ishni boshlagandila, o'zining nima uchun yashayotganligining ma'nisi yeshildiganligini u yaxshi biladi. U kitob o'qib o'tib ba'zi yerlarda to'xtab qoladi. Birdilla qo'zg'algan tuyg'ularga cho'milib hayajonlanadi. Har xil tabiqadagi kishilarning ruhiy holatlarini muloyiza qilib, atrofida yuz berayotgan turli tuman ishlarga silishtirib ko'radi. Shundoq chog'larda uning chiroyida ba'zida xushollanish, ba'zida g'azablanish va ba'zida ochiq kulimsirash jilvillanadi. U gazitdan ko'zini ilib, bir nuqtaga tikilib xiyol surib turib qoldi va pichirladi. Shaharlardagi ikki bilikiga tayanib jon boqib yurgan odamlar, yezilardagi yilliqchilar, ma'dikorlar bir-biridan nima farqlandi? Farqlanmaydi. Ular to'piq milinib yuryotidi. Ammo ular eng sof, eng vijdonliq, bir-biriga eng kuyimchan. Ular bir parcha nonni halollab yeydi. Mundaq xislat faqat mushulardila bor. Nemishqa ular bizga ulug' ko'rinmasin? Ba'zilar texi ularni odam qatorida ko'rmaydi. Ifloslar.
U qo'yiq qara qashi, cho'qur yuzi jiddiy tus olgan holda uy ichida yenik qadam tashlab u yoqdan bu yoqqa mingishga boshladi va uning xiyoliga birdilla ota bola Mixail Vilasov bilan Pavel Vilasov keldi. U Maksim Gorkiyning Ana nomliq tili Uyg'urcha, yeziqi latincha kitobini gimnaziyada o'qib yurganda bir necha qitim o'qigan edi. Yaqinda bu kitob o'qish man'iy qilingandan keyin yana bir qitim o'qib chiqdi. Mixail Vilasov nimishqa har kuni haraq ichib, xotin bolalarni azoblaydi? Hozir bizning bu nurg'un odamlarimiz xuddi Mixail Vilasovdek hayot kechirmoqda, dedi u o'z-o'ziga. Sirtdan tengishgan odam u biror kishiga so'zlayotidi deb o'ylaydi. Xalq texi to'liq uyg'ongani yo'q. Osal turmush kechirayotganligini peshonasiga yizlagan deb qaraydi. O'zlarining boy baglarga qandoq qilib zanjirlanib qolganligining tigi taktini toza cho'nqur uqmaydi yoki shu zanjirni qandoq qilib uzishning yo'lini uqmaydi. Shu chog'da uning ko'z oldiga kelganlarning birinchisi Kivir otliq kishi bo'ldi. Anvarning lavlari yana qimirlashga boshladi. Kivirkam ichkulikka nemanchilab berilib ketgan, chunki u o'z zamonidan, o'z turmushidan norozi. 30 yillik halol amgikini, qon tarini boy, baglar shurab bo'ldi. Peshona ajrining hech xo'vliqini ko'rmadi. Turmushning ta'tir qo'li uning yoqsini qattiq siqqachqa u hamma narsadan voz kechib, shundoq junun holga tushib qolgan. Maktabga qo'shna kichik vayrona bir uyda Kivir yashaydi. Uning yeshi 40 dan eshib qolgan bo'lsa-mu, texicha o'ylanmagan. Ya uning biror parcha yeri yo'q, ot uliqi yo'q. O'zi tanho. Uning ko'rgani ko'p. Bir necha yildan beri u kishilarga oyliqchilikqimi, ma'atkorlikqimi turmaydigan bo'ldi. Bir kunlik, 2 kunlik ish bo'lsa qiladi. Yoki ba'zida shaharga tushib hammonlik qiladi. Qo'liga pul tushdimi bo'ldi. Udul berib oq o'stan bo'ydiki qirg'iz mo'mayning yaxshi ishlangan bo'zisidan ichib oladi. Hech kimga aralashmaydi. Chopinini mursiga tashlaydi-da, toki uyigacha naqsha aytib keladi. Hamma odam uning naqshisiga amroq, chunki u naqshini nihoyatda chiroyli aytadi. Hamma dardini naqshisida bayon qilayotgandek berilib aytadi. Anvar takiyasining ostidan Ana romanini oldida qatlab qo'ygan betni ochdi va o'zi ostiga sizib qo'ygan qurlarni o'qib cho'nqur xiyolga cho'kdi. Anvar apandi bu yoqqa mang'an chog'da Nizomiddin uningga mundoq degan edi: "Sen xizmatga, yeza bolalarini o'qitishga chiqib ketib borasan. O'qituvchilik odam tarbiyalashning obdan vositasi. Yezining shart-sharoiti shaharga qaraganda kengroq. Dehqonlar emgakchan, oq ko'ngil. Turlik yomon illatlar bilan bulg'anish u yerda intayin oz. Dehqon bolalardan nurg'un do'stlarni tepishing kerak. Ularni tarbiyalash kerak. Xalqni uyg'otish uchun bosgan yo'l inqilob yo'li. Inqilob yo'lila odamlarni ruhi, moddiy kishanlardan ozod qila oladi. Ammo sagak bo'lish kerak. Buni unutib qolishga hargiz bo'lmaydi." Anvar apandi Nizomiddinning shu so'zlarini yodiga oldi va asta pichirildi. "Mening birinchi do'stim Nodam edi. Hozir ko'paydi. Kivir, Goyit, Jamoliddin." Uning ko'z oldiga sonsizlagan qo'rqimsiz yoshlar keldi. Yosh o'qituvchi talog'a chiqdi. Butun yeza uyquga cho'kkan edi. Havo ichilgan, son-sanoqsiz yulduzlar jimirlab uning ko'ksi qornini ko'taradi. Xilala sovuq tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin u astarlik chopinining izmalarini yeshivitib, rohatlanib, kerilib sap havodan to'ymay nafas oladi. U shundoq rohatlangan holda o'ylini 2-3 qatim aylanib chiqib, yotiqiga kirib ketdi. Uning chirig'imi toki bosh to'xu qichqarg'ucha o'chmadi, chunki u Nodam bilan qiziq parang'a tushgan edi. Nodam Anvar apandi bilan paranglashsa ham miskin, ham tumanliq dili yo'rib qoladi. Atrofida yuz berayotgan ishlardan balada nurg'un savollar tug'iladi. Ammo u bu savollarni yechishga qancha urinsa-mu, nurg'unlarni yesholmay, chomi kelmay tingirqab qoladi. Uningda paydo bo'lgan savollar
Anvar apandi tarafidan qanoatlanarlik holda yeshib beriladi. Har qachon u Anvar apandining yatag'iga ting'iriqgan, gangirgan holda kirib keladi-yu, yong'anda jo'shqin, yuzi ichilgan va yuzlarini tabassum o'rgan holda qaytadi. Kambag'allar kecha kunduz ishlasimi, chopini tizidan oshmaydi, qo'rsqinimi tuzuk boqolmaydi, degan edi bir kuni Nodam uning yotqida o'ltirib. Baylar emgakmi qilmaydi, peshonasidan bizdek tarmo oqmaydi. Ammo lekin qo'rsq to'q, kiyimlari yaxshi, hamma nimasi tal. Nimishqa shundoqdir, Anvarka? Buni ajab so'rab qolding-ku. Opamga aytsam, Xudoyim shundoq yaratgan deydi. Bekor gap, ishonma. Aqtam boydak odamlar hili ishlatib, kambag'allarni aldab, ularni qashshoq holga tushirib qo'ygan. O'zlari amgak qilmay, boshqalarning amgaki bilan biygan. Sen Aqtambayning amgak qilganini ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Shundoq, amgak qilmaydi. Yoshlig'idimi qilmagan. Buni yepish uchun Xudoyim shundoq yaratgan deb nodon xalqni aldaydi. Nodon xalq buningga aldanib yuraveradi. Bo'lmasa Xudoyim hamma bandalarni o'xshash yaratgan. Mundaq danga, Nodam cho'nqur tindi. Hukumatni qara, dedi Anvar so'zga boshqadilla kirishib. Bayni bulanchining o'zi bo'ldi. Nima degan ko'p siyliqlar bu? Dehqonlarga uvol emasmi? Boshqa siyliqlar turib tursin. Askarlarning kiydigan xiy uchun xay puli, yeydigan siy uchun sey puli, otlarning yeydigan bidis uchun bidi puli oladi. Hukumat put dastlab turish uchun olmaydigan siyliqi qolmadi. Ati o'gün xalqdan mangan yo'ling uchun deb yo'l haqqi, ichadigan suying uchun deb suv haqqi, texi havoda nafaslanyapsan deb havo puli oladigan o'xshaydi. Xalqning turmushini o'ylamaydigan, dedi Nodam ochiq kulimsirab. Qandaq hukumat bu, Anvarka? Shundoq, shu hukumat. Hukumat chiriklashsa, shu holga tushib qoladi. Anvar qaynab qoldi. Chiriklashgan ekan, g'ulumay qolmaydi. Bu g'ulashning oldidagi tipirlash, jon talashish. Anvar jimib qoldi. Nodam xiyolga cho'kdi. Uy ichimi, tala tuzimi sirliq jimjitlikqa cho'kib, g'o'yib qolgan edi. Na birər dərtmənnin muңluq naqşısı, zuvallıq tilavatqandək, nə birər iştinin hovlishi anlanmaydı. Anvar əpəndinin yatqıda pil-pil qılıb görünüb turğan çıraq yoruqini hesab almağanda, bütün yezda ölüm jimjitliqi höküm sürətdi. Şundaq jimjitliqda tuyuqsızla baş toxuning qichqarg'ini anglandı. Əmdi hayal qalmay, toxular tərəp-tərəpdən qichqirishqa başlaydı. Nodam qaytdi. 5. Bab 1. Aqtamboy shahardan chiqqan Jao Jungan bilan Bölökeydagi bir to'yni tugitib yongan edi. Boy yuqorqi jang'ilsini aylanib ketmoqchi bo'lganda, Jao Jungan, "Menmo aylanib kelay. Sizning uyingizda 1-2 kun dam olib, ondan yanay", degan. Shuning bilan to'y egisi uni yaxshi otqa, jiran qashqiga mindirib qo'ygan edi. Jao Jungan hozir yeziga to'la chiqadigan, bo'libmi Aqtamboyning uyiga to'la chiqadigan bo'lib qolgan. Yanoshida nurg'un sovg'a salomlarga ega bo'ladiganlik uchun balki shundoqdir. Bugunmi uning shundoq tamasi bormi? Aqtamboy bilan jangziga keldi. Aqtamboyning kumuch egar to'qim to'qilgan, mushu atrofda xilila danqi bor qora oli iti bir o'rinda turmay tipchaklab o'ynab turadi. Uydan cha saqalliq bir buvay chiqib, ularga salom qildi-da, ikkisini qo'ltig'idan yo'lab otdan tushirdi va otlarni mo'ma yog'ochga bog'lab qo'ydi. "Ha, nima ish qilyapsizlar?" dedi Aqtamboy bidib besilgan lapasga qarab. "Jamoliddin binamdin saman to'shyotidi", dedi buvay muloyim qiyofatda boyga qarab. "Sanchu, men kunlik ishni qilyapman. Bir necha kun bo'ldi, qo'noqlarni quritib, sanga kirgizyapman." Hovlining o'ttirsida pokiz supurilgan bir parcha kangri yerda yeyilgan qo'noq turadi. Jao Jungan qo'llarini pulanglatib, yerni qattiq tepib, qo'noqqa yaqinlashgan to'g'ularni qo'g'layotdi. "Jamoliddinning ishi qandoqroq? Yaxshi. Yaxshi bo'lganda kunda 3 qatim ekilyapamdu yo lalanglab yuryotamdu?" deb so'radi Aqtamboy. "Tunugun 3 qatim ekelgan, biroq bek kech qoldi. Keyingisida yarim kechaga yaqin keldi."
Atiganrak mangsa akilalaydi emasmi? Aytib qo'y. Atiganrak mangson. Otlarga bo'g'izni ko'proq bersin. Ondan ashu binam saminidan cho'ng quruga bir necha harva akilib to'kib etsin. Qishicha mallarga binam samini berdiganimizni unutib qoldimi nima u? Man aytay. Bay ikki qo'lini kayniga tutib, lapas ustidagi ostini kengroq qilib, o'rlagan siri kichikiltib besilgan bedilarga ko'z yugurtdi va ichida uning qoidalik ham chiroyli besilganligidan xursand bo'ldi. Ondan qo'tonga kirdi. U qora g'unan o'kizni ko'rib, turgan o'rnida turibla qoldi. U yoq bu yoqiga qaradi. Aylanib oldi tarafiga o'tdi. Pah pah pah, nima degan samirgan bu, ha? Turg'izg'ina buni. Men o'kuz bolasining mundoq samirganini ko'rmagan. Hush, hush! O'kuz erinchaklik bilan irg'anlab o'rnidan turdi. Bay o'kuzning beqillarini tutib ko'rgan edi. Qo'liga g'ichchida may urildi. Pah pah, tulumdek samiribdi bu, tulumdek. Ustida tuxum to'xtaydi buning. Bichora bola ko'p ajr qilib boqdi buni. Ajrisiga loyiq obdanla samirib qoldi. Bu o'koz sizning emasmi? Jao Junguanning texi javob olmay turibla ko'zlaridan o't yondi, lablarini tamshidi. Mening emas, dedi Aqtamboy Jao Junguanga qayrilib qarab. Jamoliddin degan bizning bolayning. Shundoqmi? Junguanning ko'zi qizardi. Yaxshi bo'ldi, bek yaxshi bo'ldi. Men mushundoq bir simiz molni izlab yuratdim. Bu o'kozning menga uchrab qolganini qarang. Ta'lim bor ekan, boy. Bu o'kizga ko'zingiz tushibdi-da. Mundaq gap, dedi u ko'ngildagini ayon qilib. Bir necha kundan keyin bizning xotinning singlisining to'yi bo'ladi. Mushu o'kizni to'yda so'ysak, baxuda ketidi. To'yni bayoshat uzitib olamiz emasmi? Bu yerga siz bilan birga kelganim yaxshi bo'pti-kan. Boy hayron bo'lib uningga qaradi. To'y qilsangiz, qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz Junguan. Bu o'kizni Jamoliddin bermasmikin? Uningga muhim ishqa kerak. Beridi, boy, beridi. Bermay haddamas. Men ko'zim tushgan narsani olmay qo'ymayman. Menmi pul berman emasmi? To'ydan keyin obdan rozi qilman uni. Boy o'ylanib qoldi. Bu chatoq ish bo'ldi-ku. To'ydan keyin pul beraman degani bilan baribir bermaydi. Men bilmamdim bularni. Amdi nemish yuz berdi? Aqtamboy harbiy amaldorni jangsiga boshlab kelib, Jamoliddinning ming bir jafo bilan boqqan o'kizini uningga beritibdi degan gap so'z tarqaladi. Dehqonlar meni nima der? El ichidagi inovatim yerga urilmasmi? Hamma ishda mening og'zimga qaraydigan haq amdi ko'zga ilmas bo'lib qolmasmi? Bularmi bak adigili turdi. Ochiq oshkora mushundoq zo'rlik qilsa qandoq bo'ladi? Biz haqqila mushundoq qilyotidi. Ey, uning ustiga Jamoliddinning mijozi eski. Boy harbiy amaldorlarga xushomad qilib, o'kizimni uningga beribdi deydi-da, elning og'zini etib olg'il bo'lamdi. Bichora bolaga val bo'ldigan bo'ldi. O'kizni sizning cho'ng quruga olib bersin. Men at sahar mangaman, dedi Junguan qo'lini shiltib. Bu gapni anglab buvayning ichi qorong'ulashgandek bo'ldi-da, Junguanga yer tegidan ko'zlarini olaytib qaradi. Ha, qaraysan-ku? Ma'qul. Ma'qulini qo'y, hozirlab berib. Buvayning xo'jayini Aqtamboy bo'lsimi, lekin hozir uningga Junguan xo'jayinlik qilmoqda edi. Qo'noqni to'g'lar bizab qilib o'tar. Kechqurun aparsammikin deyman, dedi buvay Jamoliddinning kelishini kutib. Junguanning achchig'i keldi. Bo'yin to'lg'ima, men bilan so'zlashmoqchimisan? Ha? To'g'larga xotining qarab tursin. Ochiq qo'tandan o'kizni. Andin u dimi ichiga tushib ketgan Aqtamboyga qarab dedi. Xo'sh, boy, mushundoq gadankashlarni ishlatamsiz? Aqtamboyning o'z malaylariga Junguanning xo'jayinlik qilayotganiga sal achchig'i keldi ehtimalim. Buvayni aqladi. Buvay yavash odam, halol ishlaydi. U jangizning ko'zatchisi. O'zligidan qo'noqlarni quritayotganini ko'rmadingizmi? Malaylarni chin tutish kerak. Bo'sh tutsangiz beshingizga chiqib oladi. Buvay o'kizni ilib chiqdi. Boy bilan Junguan otlariga mindi-da, o'kizni yetiligan buvayni oldiga silib, mahalla tarafga yurib ketdi.
Tushdan keyin havo tutilib ketdi. G'arb tarafdan ochiq shamol urmoqda edi. Osmon yuzini qaramtul ko'kish bulutlar qoplab ketgan edi. Qar uchqundamdu, yomg'ir tomchilamdu, hech kim uni o'ylagani yo'q. Jungan bugungi o'ljisidan intayin xushal, Aqtamboy g'amkin. Buvay g'azablanib ketib bormoqda edi. Ochliqi o'rilib bo'lgan ingizlar sarg'ayib yotadi. Ingizlarda qo'y kalalar o'tlab yuratdi. Yingnidak sanchilayotgan sovuqdan shumshadab qolgan padachi bolalar uyga qaytishning g'amida dam atrofiga tutilib ketgan osmonga qaraydi. Buvay kun o'ltirmasda xuddi motamdar kishidek beshini silib qaytib keldi. Birdamdila uning ko'zlarimi o'ltirishib ketgan edi. Boy o'kizni Jamoliddin bermasmikin desa, u beridu, bermay hadda emas deydi, deb o'ylanmoqda edi buvay. Nima degan muthamlik bu? Qaranglar uning yo'g'irib ketganini. Bir kuni bo'lmasa, bir kuni beshini yeydi u nejislar. Tul xotinning o'g'li Jamoliddinning bu o'kizni qanchalik jafo va qanchalik umid bilan beqib semirtganligini u yaxshi biladi. Texi obdan razı qilaman deydi ushuqlar. Razı qilamdu. Razı qildigan bo'lsa nimishqa Jamoliddin kelgucha turib turmaydi, o'g'irlagandek qochidi, deb o'yga ketdi u yana. Olg'ini olgan, bo'lg'ini bo'lgan. Jamoliddin haqqimni bermamsan deb uning oldiga borsichu qani. Xo'rlindi, ahonat anglaydi, tayoq yeydi, zo'rliqni shu chog'da ko'rdi. Qandoq zamon bo'lib ketdi bu ha? Har qandaq nahaqchilikning so'riqi bo'lmayotidi. Bir nima yog'digandek qiladi. Qo'noqlarni yig'ib etay. Buvay yeyilgan qo'noqlarni yig'ishga kirishdi. Hayol qolmay Jamoliddinmi saman bosgan harvasini haydab yetib keldi. 20 yoshlarga kirib qolgan Jamoliddinning bo'yi egiz, o'ruq, mijazi chus edi. Bo'lingan bu ishlarni anglasa, uning chechilib, darhol saproyi o'rlab ketadiganligini u obdan biladi. Shunga buvay uni choy ichib olsin deb u vaqtda eg'iz ochmadi. Qo'rsqi ichib ketgan Jamoliddin hech narsaga qaramay, xuddi bir ishga aldirayotgan odamdek choyni tez ichishga boshladi. Biroq tuyg'un bola bir narsani sezdi atimalim buvayga lip qarab, "Hey, buva, bugun sultiyibla qopsan-ku", dedi. "Ha, bolam", dedi buvay ma'yus holda. "Baribir sanga deydigan gap, o'kizingni bir harbiy amaldor ilib ketdi." U chaynab bo'lgan ninini yutmayla, hayron bo'lgan holda buvayga ittik qaradi. "Nima deysan? Naning amaldori ekan u?" "Bilmayman. Aqtamboyning uyida bir qitim ko'rgan edim. Boy bilan birga kelgan ekan." "Nima deyotgansan? Nima gap bu?" "Rost, bolam. Manga haydatkizib hilila ilib ketdi. Men cho'nquridan hozirla keldim." "Nimishqa ilib ketdi?" Jamoliddin oldidagi ichib bo'lmagan chiyni neriroq surib qo'ydi. "Shu simizligiga ko'zi tushdi-da, singlimning to'yini qilatdim, uni obdan rozi qilaman deydi." Jamoliddin chiyni tashlab chachrab o'rnidan turib ketdi-da, arvidan otni chiqarishga boshladi. "Akti veradigan bog'ni olmasmikan u? Harbiy amaldor to'y qilsa, uningga malkammi? Aqtamboy gap qilmadimi?" Jamoliddin jili bo'lib, yuzlari tatirib, oridek qo'llari titrab ketdi. "Gap qildi. Jamoliddin bermasmikin? To'y qilsangiz qo'limizdan kelishicha biz yordam qilayli", dedi. Nadikini gapini anglamadi. "Mangmu chapsam mang", deb bir muncha ahonatlarni qildi. Men nim deyalaydim? Belida tapanch tursa. Jamoliddin arvidan otni tizla chiqardi. "U harbiy amaldorga siyliq gap qil, bolam. O'zingni, opangni o'yla. Qancha qilgan bilan?" Buvayning ko'z oldiga nurg'un ishlar gavdilanib kelgan edi. U beshidan issiq sovuqni ko'p o'tkazgan, ko'pni ko'rgan, hayotida boy beglar bilan, amaldorlar bilan nohaq ishlar uchun ilishqanlarning taqdirining nima bo'lganligini o'z ko'zi bilan talay qitim ko'rgan. Jamoliddinning mushu ishi bilan biror yomon oqibatga qilishini xohlamaydi-da. Jamoliddin terlab kelgan otni yovdoq mindida mahalla tarafga qarab chapdi. "To'qim silib olsangchu?"
buvay uning keynidan vaqirib qoldi. Lekin uning qulqiga hech nima kirmaydi. U faqat bular nimancha boza qiladi bizni ha deb ich-ichidan yenib ketib boradi. Jamoliddin bu yil atyoz boyga Changung turganda mundaq kelishgan edi. Boy uning haqqiga bir qur mata ko'nglik tambal, 4 xo ashliq bir tay bermoqchi bo'lgan. U tayning o'rniga mushu g'unan o'kizni ko'rsatgan. Shu chaqda Jamoliddin g'unan o'kizni ko'rib, ishkilinib qolgan edi. Chunki o'kiz shu qadar o'ruq ediki, aranla yer dastlab turadi. 3-4 aydan beri o'kizning ish surib, qancha qilsimi to'xtamay jini aranla qolgan edi. Boy ana shu o'kizni berib qutulmoqchi bo'lgan edi. Jamoliddin o'kizning cho'nliqiga qiziqib, o'larmanligidan yaltib ishkilinib qolganda, boy, qo'rqma, kasal boshqa, ajal boshqa, tuzilib ketsa bir necha tayning puliga yaraydi, dedi. Tuzilib qolsa-g'u, sili aytgandek noli go'sh, bo'lmasa 8-9 oylik ish haqqim shamolga uchib ketmamdi. O'kizni o'zing bilan billa jangizga ilib ketsan, kech kirguncha o'tlaydi. Oqshimi atsi otlardan oshgan bo'g'iz bilan boq, ajri topsa alomat mol bo'ldi bu. Jamoliddin o'kizning bo'yiga qiziqib qolgan edi. Alsam alay, peshonamdan ko'rdim, dedi Jamoliddin boyga qarab. Undaq bo'lsa gapni jing, pishiq qilayli. Navoda palak o'ng'i tartib, bu jinozaga jon kirib qolsa, ko'z qiziradigan ish bo'lmas. To'xtam tuzimiz emasmi? To'xtam. Tul xotinning balasi deb rapavat qilganni bilmaydi ekansan ha? Ahmoq bola, dedi boy o'kizdan qutulishning amalini o'ylab. Shu bo'yicha 1-2 mo'tavarning oldida xat to'xtam qilinib tutishgan edi. Jamoliddin kishilardan anglagani bo'yicha o'kizga har kuni bug'doy kepkiga tuzni o'tkazib odobchilib, teriqdek ko'k toshni so'qib, odobga aralashtirib ichkizib turdi. Zerikmay bir oydan ortiq vaqt baqqandan keyin o'kizning ichi surishi sallamaza saqayib, kundan kunga samirishga boshlab, bugünkidek boyning ko'zini emas, amaldorning ko'zini qizartqudek holga kelgan edi. Jamoliddinning kunlarimi oz qolgan. Samanni to'shivatsa, qolgan haqqini ilib ketmoqchi. G'unan o'kizni setib, bu yil qish kichik onasining qiziga o'ylanishni ko'ngliga pukib yuratdi. Qirishqandak mavu peshkanlikni qarmamdigan Jamoliddin Aqtambayning hashamatlik darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Otdan irg'ib tushdi-da, uni daraxtga bog'lab qo'yib, hovliga kirib keldi. Hovli ichi jimjit bo'lib, orlab otning pushqirg'ini anglanib turadi. Yaxshi, deb o'yladi u. O'kizimni texi shaharga ilib ketmabdi. Uning butun a'zoyi badani g'azabdan titrab, ko'zlaridan o't chaqnab turadi. Yuzlarimi tatirib ketgan edi. U yoq bu yoqqa qaradi. Ko'ziga hech kim chilaqmadi. Uyga kiraymi yoki mashaga chaqiraymi deb o'ylanmoqda edi u. Nimishqa chaqiraman? O'kizimni menga gap so'z qilmay haydab ketgan ekan. Undaqda menmi o'zimning milini ularni chaqirib so'rab olatdimmi? Hargiz chaqirmayman. Menmi haydab ketaverman. Shundaq qilganim yo'lliq, tayinliq o'kizim qo'tandidir. Jamoliddin udul qo'tonga qarab mangdi. Uni derazadan ko'rib qoldimi yoki oyoq tevishini angladimi? Aqtambay uydan chiqib qoldi. Jamoliddin ochiqi bilan boyga bir qaradi-da, qo'tonga qarab mengiyverdi. Boy uning alpozining osonligini ko'rib, sal cho'chib qoldi, ammo zo'rg'a kulimsirdi. To'xta, bolam. Xo'sh, bu yoqqa kelibsan, uyga kir, dedi Aqtambay yenik qadam tashlab. Jamoliddin to'xtadi, lekin uning chiroyida qon qolmagan, butun badanlari jaloqlab turaydi. Amaldor bo'lsa, bo'lib oldigan ishmikan? Men o'kizimni ilib ketgil keldim, ilib ketaman. Rost, o'kiz sening. Buni hamma biladi, lekin Jov Junganga kerak bo'lib qopti. Kerak bo'lib qolsa, aktiverdan gapmikan? Bu'g'o o'kiz, ana avo cho'ji xo'razningmi egisi bor. U deganing to'g'ri, bolam. Jov Jungan singlisining to'yini qilmoqchikan. Seni obdan rozi qilaman deydi. O'kizimni ilib ketgan sili emas, bayata. Sili bu ishga aralashmasizlar. O'kizimni u qandoq ilib ketgan bo'lsa,
Mənmۇ şۇنداق ئېلىپ كېتىمەن. ھېلىغۇ سىڭلىسىنىڭ تويىنى قىلىدىكەن. ئانىسىنىڭ تويىنى قىلسىمۇ ئۆكۈزۈمنى بەرمەيمەن. ئەمەلدارلار ماڭا ئۆكۈز بېقىشىپ بەرمىگەن. شۇ ئەسنادا ۋاڭ چوڭنى ئاڭلاپ ئۆيدىن جاۋ جۈنگەن چىقىپ قالدىدا جېدەلنىڭ چوڭى چىقتى. ئىككى ئوتتۇرىدا ۋارقىراش، تىللىشىش باشلاندى. ھەتتا جۈنگەن بىر پاي ئوقمۇ ئاتتى. داۋامى بار.